Mana 3-iyun 2024-yil mahallamizda qabristonda hashar ishlar boshlanib ketdi. Nasib bo'lsa Xushbek aka glavnisto, Bahriddin aka bor. Material olib keldik. Taxta tunikalar. Hozir nasib bo'lsa mana bu yerda Zafar akani chaqirdik. Traktor bilan mana bu yerda surdirib, turpog'ini tekislab olamizda. Keyin o'rniga tosh zasipka qilib, ustidan stechka bo'ladi. Mana bu yerdan naves bo'ladi. Mana bu yerdan. Bu yerda polni mana bunaqasiga naves ketib, skaminkalar bo'ladi. Keyin mana bu yerdan ham archalar taydan ham skaminka bo'ladi, zontkichasi bu. Yomg'irdan pana bu. Zafar aka ham keldi mana traktor bilan. Ulanavuradi, uni farqi yo'q. Mana qo'ygan. Ayni 370 qo'y. Bitta mashina sig'adi, kesib kelganda. Ha, mana kesaman. 370 ekan. Nima bor? Nechta stoka bo'ladi? 6 qo'y. 4-iyun 24-yil sahar mana soat 6. Nodir bilan mana Saydullo xizmatni boshladi. Doim baraka topsin umridan. Alloh rozi bo'lsin shu yigitlarni. Ajriqli tuproqlarni olib chiqarib tashlayapti mana. Saydullo xormi? Soling yaxshimi? Zo'rmisan? Ancha chiqib, Allohga shukr, obod bo'lib qolyapti mana qabristonimiz. Bugun yigitlar kelsa endi ishda davom ettirsa